Sotuvchilar uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar. Ushbu bo'limda siz xaridorlarning haqiqiy so'rovlarini ko'rasiz. Unga bosish orqali siz tafsilotlarni ko'rishingiz, shuningdek ushbu ehtiyot qismi uchun sotuvchilar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatni mamlakat va shahar bo'yicha filtrlashingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Mamlakatingiz va yashash shahringizni tanlang. Rolingizni tanlang. Sotuvchi. To'g'ri telefon raqamini, parolni kiriting va uni tasdiqlang. Raqam to'g'ri bo'lishi kerak. Aks holda xaridor siz bilan bog'lana olmaydi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Davom etish tugmasini bosing va sotuvchining foydalanuvchi shartnomasini qabul qiling. Ma'lumotni to'ldirish uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldiring. Ma'lumotlarni kiriting. Ism, tavsif, fotosurat. To'ldirilgan shaxsiy ma'lumotlar xaridorlarda ko'proq ishonch uyg'otadi. To'ldirgandan so'ng yangilash tugmasini bosing. Shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirishga misol. Xaridorlar sizni sotuvchilar ro'yxatida ko'rishlari va siz bilan bog'lanishlari uchun filtrni o'rnating. Filtrlarsiz siz ko'rinmaysiz. Avtomobil markasi, modeli, ishlab chiqarilgan yili, toifasi va avtomobil qismining holatini tanlang. Ishlatilgan yoki yangi. Saqlash tugmasini bosing. Ilova bo'limiga kiring. Filtrni bosing. Dasturni tanlang. Ushbu bo'limda siz avtoulov qismlari haqida xaridor bilan bog'lanishingiz va tafsilotlarga aniqlik kiritishingiz mumkin.